Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan muhabbat haqida gaplashamiz. Ishqiy muhabbat, qalbning bir tomonga moyil bo'lishi. Qalbning u yoki bu tarafga moyil bo'lishi insonning qo'lida emas. Kim kimni yaxshi ko'rishi, kimga nima yoqib qolishi inson qo'li bilan bajara olmaydigan amal demoqchiman. Hatto payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdek zot ham ayollarining ichida Hazrati Oyisha roziyallohu anhoni ko'proq yaxshi ko'rardilar va aytardilar: "Ey Robbim, ixtiyorim tasarrufidagi ishda adolat qilmoqni istayman. Ammo ko'nglim ixtiyori menda emaski, o'zing hikmat sohibisan." Azizlar, shu o'rinda bir rivoyatni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. O'tgan zamonlarda shunday bir qiz bo'lgan ekan, u yurt podshohining o'g'li shahzodani sevib qolibdi. U shahzodani yo'liga chiqib, o'z sevgisini izhor etar ekan. Ya'ni shahzodaning otda o'tib ketayotgan paytda qarab, uning jamoliga mahliyo bo'lar ekan. Uning har kuni shahzodaga bo'lgan muhabbatini izhor etishini odamlar payqab qolishibdi. Bu ayol aqldan ozgan. Podshohning o'g'liga o'zini teng ko'radimi? Bu oddiygina ayol-ku, oddiygina xonadonda yashaydi. Nega podshohning o'g'liga, ya'ni shahzodaga o'zini teng ko'radi? Lekin bu qizning sevgisi shunday sevgi ediki, bu otashin Alloh tomonidan berilgan sevgi edi. Uni o'zi boshqara olmaydigan sevgi edi. Shuning uchun ham har kuni u shahzodani ko'rishni istaydi va ko'radi. Bu gap oxir oqibat podshohning qulog'iga yetadi va u soqchilarni qo'yib qizni uy joydan haydab yuboradi. Shunda u qiz boshqa bir manzildan turib shahzodani kuzatadi va unga o'zini sevgisini izhor etadi. Podshoh aytadiki, qizni chaqirib aytadiki: "Sen bizga munosib emassan. Seni biz kelin qila olmaymiz. Shahzodaning o'zini munosib bir badavlat oilalarga munosib kuyov bo'lar. Har kuni davom ettiraversang shu ishingni, senga qattiq jazo beramiz", deydi. Shunda qiz hech narsa demaydi va yuragida yonib turgan sevgisini hech qachon qaytara olmasligini biladi. Shuning uchun ham bu yo'ldan qaytmaydi. Shundan so'ng uni bu xatti-harakatiga qarshi podshoh aytadiki, buni qatl etamiz deydi. Jarchilar aytishadi, bir qizni qatl etish bo'yicha hammasini chaqirishadi, davullar chalinadi. Xullas kalom, bu qizni otga sudrab o'ldirish jazosini tayinlashadi. Shundan so'ng qizni olib kelishadi va sen eng so'nggi so'zingni ayt o'liming oldidan deganida u juda ham xursand edida. Buni xursandchiligini ko'rgan odamlar, nega bu bunchalik xursand desa, men o'zim sevgan sevgilimning qurboni bo'layotganim, aynan shu sevgim uchun meni qatl etishayotganidan xursandman. Ana shu sevgim meni yuragimda ketadi, deydi. Keyin u eng oxirgi so'zini so'z berishganda u aytadiki, podshohga qarab, sizdan iltimos, meni otga sudrab qatl etishingizga roziman. Faqat shu shahzodaning otiga sudrab meni qatl eting.
sudrang, o'ldiring. Shahzodaning oti tuyog'idan chiqayotgan uchqunlar meni yuragimga tegsin. Ana o'shanda men juda chiroyli o'lim topman. Shunga men roziman deydi. Shunda podsho yig'lab yuboradi. Men bunaqa sevgini hech ko'rmagan edim. Bu ilohiy sevgi. Bu sevgi oldida men bosh egaman, tiz cho'kaman deb qizni yoniga chaqirib, uni jazosidan bekor qilib, boshidan oq ro'mol o'rab, men buni kelin qilaman. Bunday sadoqatli, sevgisiga sodiq ayolni hech joyda ko'rmaganman. Bu ilohiy sevgi. Bu sevgini hech qachon voz kechib bo'lmaydi. Shuning uchun ham bu qizni o'zim kelin qilaman deb o'sha kuni bo'ladigan aza to'yga aylanib ketadi. Mana azizlar, dunyoda shunday sevgi ham bor. Buni inkor etib bo'lmaydi. Buni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham ta'kidlab o'tganlar. Sog' bo'ling azizlar, yana ko'rishguncha.